Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus. Nima, uxlab qoldimmi? Qayinsama, akademiyaga kirish imtihonlari kunida sizni uyg'otishga kech qoldim. Lekin hali ko'p vaqt bor-ku. Iltimos darhol turib nonushtangizni qiling. Meni shunchalik bee'tibor bo'lganimdan afsusdaman. Agarda men tufayli kech qolsangiz, abadiy pushaymon bo'laman. Silviya, hammasi joyida. Men kechikmayman. Mayli, men ketdim. O'zingizni ehtiyot qiling, qayinsama. Imtihonlaringizga omad. Ulgurishimni bilardim. Men istagan vaqtda, istagan joyga bora oladigan juda kuchli qayta tug'ilgan zodagonman. Ammo bu meni kirish imtihonlarimning katta kuni bo'lganligi sababli men bu qobiliyatdan foydalandim. Albatta buni hammadan sir tutishimiz kerak. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga o'girildi. Xomi Kenzo. Qayta tug'ilgan aristokratni misli ko'rilmagan sarguzashtlari. Ismingiz iltimos? Ha, Kayman. Yaxshi. Imtihon raqamingiz 285. A sinfdagi 10-o'ringa o'tiring iltimos. Kattakon rahmat. Ha, bu ro'yxatda men taniydigan hech kim yo'q. Hayronman. Hatto debyut kechasida tanishgan bolalar ham bu yerda yo'q. Teles va Silk boshqa xonadadir balki. Hozir kirish imtihonlaringiz boshlanadi. Aldaganligi aniqlangan har bir bola darhol binodan chiqarib yuboriladi. 2 soat vaqtingiz bor. Hozir boshlandi. Omadim keldi. Oldingi hayotdagi bilimim bilan o'qish, yozish va arifmetika oson bo'ladi va tarixga oid savollarni har qanday zodagon oson biladi. Hoy yigitcha, dam olishga vaqting borligiga ishonching komilmi? Endigina 30 daqiqa o'tdi. Hammasi joyida. Men hammasini allaqachon tugatdim. Allaqachon? Va hamma to'xtatsin. Qalamlaringizni tushiring. Javob varaqlari joyida qolsin. Hamma endi sehrli qobiliyatlarni baholashga o'tadi. Ha, sehrmi? Va hamma nishonlaringizni tanlang va unga eng kuchli sehringiz bilan zarba bering. Kechirasiz, o'z kuchimizni to'liq ishlatsak bo'ladimi? Ha, ushbu mashg'ulot maydoni atrofida mudofaa to'sig'i mavjud. Bu siz qila oladigan har qanday sehr uchun xavfsiz. Va boshlang. Men hozir bu yerda paydo bo'ling va zulmatni oching, yorug'likni kuchaytiring. Olov koptogi. Ha, albatta, gap 12 yoshli bolalar haqida ketyapti. U istagan quvvatni ishlatishimiz mumkin deganda Inferno haqida o'yladim. Lekin bu xavfli. 285-raqam. Sehringizni boshlang, marhamat. Xo'p. Bu nima? Shoshmang. Olov to'pi.
Bu to'siq boshlang'ich darajadagi har qanday afsonni to'liq to'xtata oladi degandingiz-ku. Hozirgina nima bo'ldi? Men olovli to'pdan foydalandim. Bo'lishi mumkin emas. Hech qanday boshlang'ich darajadagi sehr bu to'siqni yorib o'tolmaydi. Biz devor ortida hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu hudud endi foydalanishga yaroqsiz. Qilichbozlik imtihoniga o'ting. Bu uchun uzr so'rayman. Endi esa navbat qilichbozlik imtihonlariga. Bugun maxsus mehmonlar sifatida sarguzashtchilar gildiyasidan A darajadagi sarguzashtchilar sizlarga yordam berish uchun keldi. Voy, bu Claude-ku. Nima, Kain, bu yerda nima qilyapsan? 12 yoshga kirdim, shuning uchun imtihon topshiryapman. Ha, unda men senga raqib bo'laman. Ayyo, bu menimcha unchalik yaxshi. Nimaga yo'q? Sen bu yerdagi eng kuchli sarguzashtchi Claude bilan mashq qilish taklifini rad etyapsanmi? Bu yaxshi emas yigitcha. Ayyo, men shunchaki Claude seni tanladi. Shuning uchun u o'zi seni imtihon qiladi. Unda Claude, men sizda o'rganishni intiqlik bilan kutaman. Albatta Kain, men seni mahoratingni belgilayman. Shuning uchun bor kuching bilan harakat qil. U A darajadagi bo'lgani uchun juda ham mahoratli. Kuchaytirish. Kuchaytirishdan foydalana olasanmi? Men bu yerda chinakam zavq oladiganga o'xshayapman. Juda tez, men hech narsani ko'ra olmayapman. Kain, anchagina kuchli ekansan. Bu yerdagi hamma imtihon topshiruvchilardan kuchliroq. Claude-san, bu imtihon, iltimos bunchalik katta kuch sarflamang. Bu qiziqarli bo'la boshladi. Men ham foydalana olaman. Kuchayish. Shuning uchun men buni to'xtata olmayman. U bilan bunday jang qilishim muammo emas. Lekin Claude, bu zarba bilan boshqa bolalarning suyaklarini sindirib tashlaysan. To'xtatinglar, bu yetarli. Nimalar qilyapsizlar o'zi? Bunday shiddatli soxta jang bilan boshqa o'quvchilar senga qarshi chiqqisi kelmay qolyapti. Menimcha biroz oshirib yubordik. Ha mayli, Kain, bugunga yetadi. Kel qachondir birga topshiriq qabul qilamiz va keyin, bo'ptimi? Menimcha buni rad etganim yaxshiroq. Nimaga endi? Bu yetarli. Men sizni mahoratingizni ko'rdim. Shuning uchun imtihon tugadi. Nima? Uyga borishingiz mumkin. Kim o'tgani e'lon qilinadigan kunda qaytib keling. Bu uchun uzr so'rayman. Men qaytdim. Uyga xush kelibsiz, Kain-sama. Imtihoningiz qanday o'tdi? Hammasi joyida. Men hammasini yaxshi uddaladim. Hammasini to'g'ri qildim. O'qishga kirishim kerak. Shunday bo'lishini bilgandim. Unday holda, bugun sizni qabul qilganingizni nishonlash uchun ziyofat qilamiz. Bunga hali juda erta. Bugun ertalabki mas'uliyatsizligim uchun ham uzr so'ramoqchiman. Qo'yaver, hammasi joyida. Ko'rdingizmi? Siz hali o'sayotgan bo'lasiz. Kechki 10 ta odamga yetadigan ovqat qilaman. Hozirdanoq tayyorgarlikni boshlayman. Silviya, men bunchalik ko'p yeya olmayman. Garchi. Bu nima degan gap? Haligi imtihonchi menga sehrimni to'liq quvvat bilan ishlatishimni aytgandi. Uni aytishicha, qanaqadir to'siq o'rnatilgan edi. Men imperator darajasidagi sehrdan foydalanmadim. Boshlang'ich sehrdan foydalandim xolos. Lekin nishon bilan to'siqni ham yo'q qildim. Imperator darajasidagi sehrdan foydalana olasanmi? Ha. Lekin aynan shunday qilsam, atrofimda nima bo'lishiga javob bera olmayman. Biror joyda sinab ko'ramizmi? Mutlaqo yo'q. Bu shunchaki gap emas, to'g'rimi? Albatta yo'q, bu shunchaki gap emasligini bilishing kerak. Kechirasizlar, yanada ehtiyot bo'lishga harakat qilaman. Aytgancha, Kain. Imtihonni qayerda topshirding o'zi? Telestiya ham, Sil ham seni imtihon joyida ko'rmaganliklarini aytishdi. Haligi men janubiy kirishdan ro'yxatdan o'tdim va ular meni yo'naltirgan xonada imtihon topshirdim. Kain, nima uchun akademiyaga shimoliy va janubiy kirishlar bor ekanligini bilasanmi? Ha. Shimoliy kirish zodagonlar yashaydigan joyga olib boradi. Janubiy kirish esa oddiy odamlar yashaydigan joyga. Xo'sh, unda sen qaysi kirishdan foydalanding? Albatta janubiy. Kutganimdek. Shimoliy kiraverishda zodagonlar uchun qabulxona bor va imtihonlar butunlay boshqa joyda o'tkazildi. Ko'rinishidan sen oddiy bolalar bilan imtihon topshirganga o'xshaysan. Telestiya seni ko'rmaganidan juda g'azablanyapti. Akademiya direktori esa men bilan gaplashgani xonamga keldi. Biroz orqaga qaytamiz.
Bilasizmi, bu yilgi kirish imtihonlarida biroz muammoga duch keldik. Muammo nimada? Natijalarni odatdagidek e'lon qila olmaysizlarmi? Bu har yili sodir bo'ladi. Gap shundaki, oddiy bola yozma imtihonda mukammal ball oldi. Va o'sha bola mashg'ulot maydonini vayron qildi va darajadagi sarguzashtchi bilan tengma-teng kurashdi. Janob Erik, bu umuman kulgili narsa emas. Ishonchim komilki, bu bolani ismi Kayn. Ha. Lekin janob Erik, siz bu bolani qayerdan bilasiz? Men oshqozonim. Albatta bu Kayn kunida. Bundan ko'proq natija ko'rsatsa ham hayron qolmang. Nima? Ko'rinishidan Kayn kun ancha tomosha ko'rsatganga o'xshaydi. Ishonchim komilki, bosh vazir Magna keyinchalik ta'mirlash to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib hayron qoladi. Gap shunga kelgan ekan. Menda ta'mirlash to'lovi to'g'risida qog'oz bor. Necha marta seni ogohlantirdim axir haddingdan oshma deb, lekin sen baribir. Uzr so'rayman. Ha, farqi yo'q. Natijalar bugun e'lon qilinadi. Yaxshisi borib o'zingni axtar. Xo'p. 285. 285. Ha, mana qayerda ekansiz? Tabriklayman Kayn kun. Siz birinchisiz. Telesi ikkinchi, men esa uchinchiman. Ko'rdingizmi? Bilasizmi, dadam aytdi. Janubiy kirish eshigida ro'yxatdan o'tib, oddiy odamlar bilan sinovdan o'tibsiz va mashg'ulot joyini vayron qilibsiz. Anchagina ish ko'rsatibsiz. Va Teles esa bu yerda emas. Lekin u sizni imtihon kuni ko'ra olmagani uchun jahli chiqdi. Nima? U meni kunimni ko'rsatadi. Mayli. Meni formamni ko'rishni intiqlik bilan kuting. Kirish marosimida ko'rinmasangiz, kuni bo'yi tiz cho'kib o'tirasiz. Nima? Qo'y, hamma bu yoqqa. Imtihondan o'tgan har bir kishi qabulxonadan ro'yxatdan o'tishi kerak. Bu Rene opa. Rene opa, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Kayn kun. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Bizni saroyimizga ko'p bormay qo'yding. Kechirasiz. Juda ajoyib. Sen nafaqat o'tding, balki birinchi o'rinni egallading. Bu meni Kayn kunim. Kirish marosimidagi nutqingda omad tilayman. Nima nutq? Ha, buni bilmasmiding? Har yili eng yuqori ball olgan talaba nutq so'zlaydi. Nima? Rostmi? Menimcha buni Teles qilgan yaxshiroq edi. Bunday qilib bo'lmaydi. Seni allaqachon e'lon qilishgan. Senga omad. Nima bo'ldi ekan? Men qaytdim. Xo'sh, qanday bo'ldi? Men eng yuqori ball bilan o'tdim. Judayam xursandman. Ajoyib, Kayn-sama, eng yuqori ball olganingiz ajablanarli. Yo'q, Kayn-sama buni uddalay olishiga ishonardim. Rahmat. Biz buni nishonlashimiz kerak. 100 kishiga yetadigan ovqat pishiraman, darhol tayyorgarlikni boshlayman. Intiqlik bilan kuting. Qo'y, agar shunday ovqatlansam, oshqozonim ishlamay qoladi. U shunchaki juda xursand. Ha, shunchaki oshirib yuboryapti. Lekin bunday ishga xursand bo'lsa arziydi. Bu janubiy kirish joyi, bu esa shimoliy. Otam va onam meni ko'rgani kelishibdi. Kayn-sama, xayrli tong. Teles, Silk, xayrli tong. Birga o'qishni intiqlik bilan kutaman. Ha, Kayn kun forma juda ham yarashibdi. Sizlarga ham yarashibdi. Bu kim bo'ldi yana? Bu Malika Telesda emasmi? Va Duke Santanani qizi ham. Ular bilan birga o'tirishga qanday jur'at etdi? O'rtada o'tirgan bola juda ham yoqimtoy ekan. Endi esa biz Qirollik akademiyasiga kirish marosimini boshlaymiz. Birinchi yangi talabalar vakili Kayn von Silford. Ha. Tanishganimdan xursandman. Men Kayn von Silfordman. Imtihonlar kuni shimoliy va janubiy kirishni adashtirib yubordim va imtihonlarni boshqalardan alohida topshirdim. Lekin meni kechirgani uchun juda saxovatli akademiyadan minnatdorman va menga va boshqa talabalarga bir xil munosabatda bo'lishdi. Birinchi qirol aytganidek, bu qirollikni barcha odamlari ta'lim olish uchun teng huquqqa ega. Men
Ushbu akademiyada qonun va unvonidan qat'iy nazar hamma bilan do'stlashmoqchiman. Ishonchim komil, men ko'p do'st orttira olaman. Hammangiz bilan til topishaman degan umiddaman. Qisqa qilib aytaman. Hazrat oliylari o'zlari shu yerda ekan, shuning uchun ulardan nutq so'zlashni so'radik. Nima? Otam shu yerdami? Nimaga? Hammani akademiyaga kirgani bilan tabriklayman. Bilaman bu yil juda tartibsiz ba'zi yangi talabalar bor. Shuning uchun shaxsan gaplash uchun keldim. Ishonchim komil, bu o'qituvchilarga ham qiyin bo'ladi, lekin umid qilamanki buni uddalaysiz. Nimaga o'zimni ogohlantirilayotgandek his qilyapman? Uni shunday nutqlarini juda ham yaxshi ko'raman-da. Oddiy bo'lsa ham, bu meni eng samimiy umidim. Barcha talabalar bu yerda katta o'sish va harakatni namoyish etadi. Shunday qilib, barchangizni tabriklayman va xush kelibsizlar. Endi qolganini o'zingizga qoldiraman. Kankun, siz kechikdingiz. Mana bu yoqqa. Nimadir bo'ldimi? Podshoh menga qayta va qayta ehtiyot bo'l deb aytdi. Hamma o'z joyiga o'tirsin. Bugundan boshlab men sizni sinf rahbaringizman. Ismim Elka von Portley. Darsni boshlashdan avval barchangiz o'qish yo'nalishini tanlashingiz kerak. Kelajakdagi yo'lingiz haqida yaxshilab o'ylab qaror qiling. Men albatta sarguzashtchi bo'laman. Buni qila olmaysiz. Kaysama, siz allaqachon o'z yeriga ega zodagonsiz, bilasizmi? Siz zodagonlik haqida har xil narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Iltimos qilaman, ahmoqlik qilmasdan zodagonlikni tanlang. Xafa bo'lmang, Kankun. Siz zodagonlik bilan birga sarguzashtni tanlashingiz mumkin. Ha, albatta. Biz faqat bitta bilan cheklanmaymiz, to'g'rimi? Men qaror qildim. Men zodagonlik, sarguzasht, sehr va sehrli narsalarni tanlayman. Sizlar nimani tanlaysizlar? Men zodagonlik va xo'jalik ishlarini tanlayman deb o'ylayman. Nimaga xo'jalik ishlari? Xo'sh, albatta. Shunday qilib men sizning kelajakdagi mulkingizni boshqara olaman. Shunga men esa zodagonlik va tijorat ishlarini tanlayman. Men sizni kelajakdagi mulkingizga yordam beradigan narsalarni o'rganishni xohlayman. To'g'rimi? Ha. Ikkalangizga ham rahmat. Mulkni boshqarish haqida hozircha gapira olmayman. Lekin ikkalangiz uchun harakat qilaman. Ha, men buni intizorlik bilan kutaman. Kaysama. Hoy. Bu yerda nima qilyapsan? Bu mushuk quloqlari. Parma. Sinfda senga o'xshagan oddiy hayvon nima qilib yuribdi? Men kabi gersakning o'g'li sinfga ko'proq mos keladi. To'g'ri. Hozir yo'qol. Agar sen bu akademiyaga kelmaganingda, men sinfda bo'lardim. Darhol maktabni tashla. Lekin nimaga maktabni birinchi kunidan janjal boshlayapsiz? Bu maktabda zodagonlar va oddiy odamlar bir xil darajada. Buni men kabi oliy martabali zodagonga hech qanday aloqasi yo'q. Siz axir Baron Kayn. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu maktabda hatto oliy martabali zodagon ham bunday deyishga haqli emas. Asosiysi, buni ustiga bu qiz meni do'stim. Sizni do'stingiz? Shunaqa. Baron Kayn, siz ham zodagonsiz axir. Nega siz zodagonga emas, oddiy odamga yon bosyapsiz? Zodagon yoki oddiy odam men uchun farqi yo'q. Men doim do'stlarim tomon bo'laman. Ha, agar gersakning o'g'li emas, unga yon bossam, men otamga aytib, buni butun oilasini yo'q qildirib yuboraman. Yo'q qilib yuborasan? Kim nimani yo'q qilib yubormoqchi o'zi? Silk xonim. Bu yerda nima bo'layotganini so'rasam bo'ladimi? Malika Celestia! Oddiy odamlarsiz zodagonlar mavjud emas. Shuning uchun gaplaringiz juda muammoli. Bu haqida otamga xabar berishim kerakmi? Yo'q, men hozirga aytgan gaplarimni qaytarib oldim. Men juda afsusdaman. Kechirim so'rash kerak bo'lgan odam men emasman. Siz aslida haqorat qilgan odamingizdan kechirim so'rashingiz kerak emasmikan? Men sizga aytmoqchimanki, meni kechiring, iltimos. Parma, bu yerda ekanligini bilmaganim uchun uzr. Yo'q, sizga kattakon rahmat. Siz bilan bir maktabda o'qiyotganimdan xursandman. Sizni sinfingizga kira olmaganim juda achinarli. Yo'q, sinfga kirish juda ham qiyin. Agar tushunmagan narsang bo'lsa, mendan so'ra. Yordam berishdan xursand bo'laman. Xo'p, men buni qadrlayman.
Kechiring qaysimi? Bir narsa so'rasam maylimi? Siz ikkingiz juda yaqinga o'xshaysizlar. Menimcha biz gaplashib olishimiz kerak. Qayinkun tiz cho'kib shu yerda bizni kut. Nima? Tiz cho'kib? Shunchaki bajaring. Tiz cho'king. Yaxshi. Biroz gaplashib olsak bo'ladimi? Ha. Bu maxfiy uchrashuv nima haqida o'zi? Ular chiqishyapti. Bu qandaydir g'alati yangi ittifoqning boshlanishimi? Va qachongacha shunday o'tirishim kerak o'zi? Xuddi chola aytgandek qizi bola ekansan. Menga yoqib qolding. Biroz suhbatga nima deysan? Kim u? Oyog'ing og'rib ketgandir-a? Men seni kutubxonada kutyapman. Xo'sh, bu yerga kel. Shu yerda gaplashamiz. Xo'sh, men shu yerdaman. Senga shakarlimi? Ha. Shoshma, sen kimsan o'zi? Va qanaqasiga bu dunyoda qahva bor? Seni bu yerga kelishingni kutgandim. Kain von Silford yoki Shina Kazuya. Nima? Telegramdagi Anibro kanaliga qo'shilishni unutmanglar. その意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕を見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき夢を見つけたよ持て余してたその想いその輪にかけよう君に届けよう Mana, shakarli kofe. Sen rostdan ham yoshsan. Uni ichmaysanmi? Bemalol ichaver. U zaharlangan emas. Mazali. 9 yil bo'lganida ichmaganimga, shuning uchun bu rostdan ham ajoyib. Keyingi qism mashg'ulotlar. Aka, men vokal mashg'ulotlarimga ishonaman.